tong etishi bilanla butun oliy ruhoniylar bilan xalq oqsoqollari maslahatlashib Hazreti Aysoni o'limga mahkum qildirish uchun bog'lab vali Pilatusga topshirib berdi. Hazreti Ayso valining oldiga keltirildi. Vali uningdan "Sen Yahudilarning podshoyimi?" deb so'radi. "Aytganingizdek", dedi Hazreti Ayso. Oliy ruhoniylar ve oqsoqollar uning ustidan shikoyat qilganda, u bir ig'izmi javob bermadi. Buning bilan Pilatus uningga "Sening ustingdan qilingan shuncha ko'p shikoyatlarni olmayyotamsan?" dedi. Biroq Hazreti Ayso ularning birigimi javob bermadi. Vali bunga intayin hayron qoldi. Her qitimliq o'tib ketish yetida vali odati bo'yicha xaloyiq talab qilgan bir mahbusni qo'yib beradi. Ayni vaqtda Barabbas ismli nomi chiqqan bir mahbus zindonda edi. Xalq bir yerga jam bo'lganda Pilatus ulardan "Sizlar uchun kimni qo'yib berishimni talab qilasizlar? Barabbasnimi yoki Masih deb atalgan Aysonimi?" deb so'radi. Pilatus oliy ruhoniylar va oqsoqollarning Hazreti Aysoga hasadxo'rlik qilib, uni o'ziga topshirib berganligini biladi. Pilatus so'roq munbirda o'tirganda ayoli uningga "U begunoh odamga tegmam. U tunugun kecha tushimga kirib ko'p azoblandim" deb xabar avatdi. Oliy ruhoniylar va oqsoqollar bo'lsa, xalqni kuchkirtib, vali Pilatusdan Barabbasni qo'yib berishni va Hazreti Aysoni o'limga mahkum qilishni talab qildirdi. Vali ulardan yana "Sizlar uchun bu ikkisining qaysisini qo'yib berishimni talab qilasizlar?" deb so'radi. "Barabbasni", deyishdi ular. "Undaq bo'lsa, Masih deb atalgan Aysoni qandaq bir talab qilay?" dedi Pilatus. Hammaylar bir ig'izdan "Uni krestga mixlating", deyishdi. Pilatus "Nemishqa? O zodi nemi jinoyat o'tkazibdi?" deb so'radi. Biroq ular texmi qattiq vaqirishib, "Uni kristga mixlating", deb turishdi. Buning bilan Pilatus Barabbasni ularga chiqarib berdi. Hazreti Aysoni bo'lsa, qamchilatgandan keyin kristga mixlash uchun lashkarlarga topshirdi. Keyin lashkarlar Hazreti Aysoni vali o'rtasidagi bir saynoga elib kirib, bütün lashkarlar to'pini bu yerga yig'di. Ular Hazreti Aysoni yalang'ochlab, puchisiga shahona so'sun rangli to'n kiydirishdi. Tikan shoxlarini o'rib bir toj yasab, beshiga kiydirdi va o'ng qo'liga bir qo'mushni tutqizdi. Ondan uning oldiga tizilib, "Yoshsin, Yahudilarning podshohi!" deb mazoq qilishdi. Uningga tükürishdi. Qo'mushni ilib, uning beshiga urishdi. Uni mana shundoq mazoq qilgandan keyin to'nni soldirib, puchisiga o'z kiyimlarini kiydirdi va krestga mixlash uchun elib minishdi. Ular tashqariga chiqqanda Kirini shaharlik Simon ismli bir kishini uchirtib, Hazreti Ayso yutib mangan krestni uningga majburiy ko'targizdi. Ular Golgota, ya'ni bosh so'ngak degan yerga kelganda, Hazreti Aysoga ichish uchun dori aralashtirilgan sharob berdi. Lekin Hazreti Ayso uni tetib ko'rib, ishkili unimidi.
Leşkerler Hazreti Aysa'nı kreski mıxlığandan keyin kek taşlaşıp kiyimlerini bölüşüp aldı. Ondan keyin u yerda o'ltirib navbatchilik qildi. Ular Hazreti Aysa'nın beshining yuqori tarafiga bu Yahudiylarning podshohi Ayso deb yozilgan bir gunoh taxtasini bosdi. Hazreti Aysodan boshqa ikki qaroqchimi krestga mixlangan bo'lib, biri uning o'ng yendiki, yana biri so'l yendiki krestda edi. U yerdan o'tganlar boshlarini chayqishib, Hazreti Aysoni haqoratlab, "Qani, sen ibodatxonani buzib tashlab, 3 kunda qaytadan yasab chiqadigan odam eding-ku. Hamda o'zingni qutqizg'ina. Xudoning o'g'li bo'lsang, krestdan tushib batqin" deydi. Oliy ruhoniylar, Tavrat ustozlari va oqsoqollarmi uni shundoq maskara qilib, boshqalarni qutqizib ekan, o'zini qutqiza olmadi. İsraillarning podshohiymiş texi. Hamda krestdan tushib baqsin-ku, ondan uningga e'tiqod qilayli. O Xudoga shiratdi. Xudo uni azizlasa, qutqizib baqmasinmi? Chunki u men Xudoning o'g'li degan edi. Deyishdi. Hazreti Ayso bilan billa krestga mixlangan qaroqchilarmi uni shundoq haqoratlashdi. Tush vaqti soat 12 dan soat 3gacha butun zaminni qorong'ulik bosdi. Soat 3larda Hazreti Ayso yuqori ovoz bilan Yeli, lama shavaqtani, ya'ni Xudoyim, meni nemishq tashlab etding deb vaqirdi. U yerda tuğanlarning ba'zilari buni xato anglab, bu odam İlyas payg'ambarga murojaat qilyapti deyishdi. Ularning ichidan biraylan darhol yugurib berib, bir parcha bulutni akeldi. Ondan uni arzon uzum sharobiga chilab, qo'mishning uchiga bog'lab, Hazreti Aysoga ishkizmoqchi bo'ldi. Boshqalar, to'xtab turinglar, qarab boqayli. İlyas payg'ambar kelib uni qutqizib qolarmikin deyishdi. Hazreti Ayso qattiq ovoz bilan yana bir vaqirdi-da, jon berdi. Shu vaqtda markaziy ibodatxonadagi parda yuqoridan tövanga ikki parcha bo'lib yirtildi. Zemin silkinib, toshlar yerilib, qabrlar ichildi. Hazreti Ayso tirilgandan keyin burun olamdan o'tgan bir necha taqvodor odamlar tirildi. Ular qabrlardan chiqdi va muqaddas shahar Yerusalimga kirib, u yerda nurg'un kishilarga ko'rindi. Hazreti Aysoni ko'zat qilayotgan yuzbeshi va lashkarlar zaminning silkinishi va boshqa hodisalarni ko'rib, intoyin qo'qishgan holda u haqiqatan Xudoning o'g'li ekan deyishdi. Bu yerda yana voqeani yiroqdan ko'rib turgan bir necha ayollarmi bor edi. Ular Hazreti Aysoga xizmat qilish uchun Galileya o'lkasidan uningga ergishib kelgan edi. Ularning orasida Majdallik Maryam, Yoqub bilan Yusufning onasi Maryam, Zabadiyning o'g'illarining onasimi bor edi. Kun petishga yaqin Aramatiyalik Yusuf ismli bir boy keldi. U Hazreti Aysoning shogirdlaridan edi. U vali Pilatusning oldiga berib, Hazreti Aysoning jasadini talab qildi. Pilatus jasadni uningga berishga amr qildi. Yusuf jasadni elib, pokiz kendi raxt bilan o'rab, kepanladi va uni o'zi uchun qiyoda o'ydirgan yangi qabriga qo'ydi. Ondan qabrining og'ziga yo'g'on bir qo'ram toshni do'miltib qo'yib, ketib qoldi. Majdallik Maryam bilan yana bir Maryam bo'lsa, u yerda qabrining uddulida o'ltirishdi.